ikkita ho'kiz Abu Dardoni oldidan o'tib qoldi. Haligi qo'sh ho'kiz qilib bog'lab qo'yishganda, ho'kizlarni yer haydash uchun boshqa. Ular ho'kizlar mehnat qilyapti, ya'ni shu yer haydayapti. Shunda biri turib qolibdi-da, haligi ho'kizni. Nargisi esa yurdi. Faqama ahaduhuma va waqafa al-akhar. Biri turdi-da, nargis to'xtab qoldi. Ya'ni bunisi yuryapti, bunisi to'xtab qolganda. Shunda Abu Dardo aytgan ekan, "Inna fi hada la mu'tabaran." Albatta mana bu narsada ibrat bor degan ekanlar. Ya'ni biri turdi, o'z ixtiyori bilan yuryapti ho'kizni. Nargis to'xtab qolgan. Endi nimasidan buni ibrat olyaptilar? Tabiiyki mana shunda haligi to'xtab qolgan ho'kizni uradi-ku egasi. O'zidan bilib, o'zining ixtiyori bilan turib yurgan ho'kizni urmaydi. Ammo to'xtab qolganini uradi. Mana shundan ibrat olyaptilar-da. To'xtab qolgan hojasidan kalta yeydi. O'zidan bilib yurgan odam unga yo'l ochiq. Alloh unga yengillik beradi. Lekin to'xtab qolgan odam mehnatdan hojasidan kalta yeydi. Ana shu Alloh azza va jallaning rahmati bu ham aslida inson to'xtab qolsa kalta kelishligi ham agar Allohning huzurida insonning bir umuman qadri yo'q bo'lsa kalta yemaydi. Davom etaveradi mana kofir posiqlarga o'xshab. Jahannamga yiqilishlik uchun Alloh uni qo'yib beradi. Lekin zarracha Alloh huzurida agar qadringiz bo'lsa, to'xtab qolsangiz kalta yeysiz. Bu kaltak masoib musibatlar, ya'ni musibatlar kaltagi. Boshqa ibratlar ham olsa bo'ladi bundan. Inson yonidagi odam uni orqaga tortar ekan. Ikkita ho'kizni bir-biriga bog'lab qo'ygandan keyin bittasi tursa, bittasi yuraman desa, bittasi to'xtab yotib olsa, hali yuraman deganini ham qo'ymaydi bu yonidagi, to'g'rimi? Ana shunga o'xshab ba'zan insonning sherigi ham uni orqaga tortadi. Kimga inson hamroh bo'layotganligiga qarash kerak. Qo'sh ho'kiz, er-xotin mana shunaqa ba'zan bir-birini orqaga tortadi. Tupa-tuzuk odam bir ahmoq xotinga uylanib shu bilan orqaga ketib qoladi. Tupa-tuzuk ayol bir ahmoq erga tegib orqaga ketadi. O'zimizda shuning uchun ham er-xotin qo'sh ho'kiz degan gap bor-ku. Bu bir-birini yo tortadi, yo bir-birini yiqitadi. Inna hada fi hada la mu'tabaran. Albatta mana bu narsada ibrat bor. Mana shu tafakkur, tadabburni ibratlanishlikning natijasida mana shunaqa gaplar, hikmatlar chiqishligi. Bu narsani mana bu olam hayot, ya'ni turfa olam deydi-ku. Hayvonot olami, nabotot, hasharot olami, Afrika hayoti, mana shu narsalarni ko'rsangiz juda ko'p ibratlar bor hayvonot olamida insonlarga. Bir kun bir joyda ko'rsatishyapti. O'rdaklardimi, g'ozlardimi bir it quvlab yuribdi ekan. Hammasi qochyapti. Endi it shunaqa tabiati bor-ku, bir narsa qochgan sari quvlaydi uni. Haligi charchab ketdi-da, o'rdaklar qochaverib. It tinmay qo'yapti. Kim bir o'rdak shuni o'zini o'likka solib yotib oldi. Haligi it keldi, uni hidladi, u yoqdan turtib ko'rdi, bu yoqdan turtib ko'rdi-da, o'libdi deb o'yladi-da. Birpas qarab turdi, keyin nariga qochayotgan o'rdaklarni qo'lab ketdi. U it uzoqlashgandan keyin mana bu o'rdak o'rnidan turyapti-da, bu yoqqa qarab qochib qoldi keyin. Mana shunday aytasizda, inna fi hada la mu'tabaran. Albatta mana shu narsada ibrat bor. Nima ibrat bor? Ba'zan to'xtash kerak. Odam o'zini o'likka solish kerak. To'xtash ba'zan yurishlik uchun zaruriy narsa. Hamma vaqt odam hujum qilavermaydi, hamma vaqt qochavermaydi, hamma vaqt yuguravermaydi. Ba'zi shunday vaziyatlar borki, birpas tinish kerak inson. Mana Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham qarang, Savr g'origa yashiringan paytlarida Makka dan hijrat qilib ketayotgan paytda o'sha kuni yo'q yugurib ketmaganlar birdaniga Makkaga qarab, Madinaga qarab. 3 kun Savr g'orida indamay yotganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan. Xuddi mana shu siyosatda bu qarang. Ba'zi paytda o'sha itlardan qutulish uchun odam to'xtash kerak, hovliqmasdan. Tavakkul kerak insonga. Hozir inson aytadi-da shunaqa paytda, hozir kelib ko'rib qolsa-chi. Abu Bakr roziyallohu anhu ham shunaqa deganlar-ku, hozir ko'rib qoladi degan. Hozir sizga aytayapman, shu o'rdak mana itdan qochganda, yotib olganda o'likka solib o'zini. Shu his yo'qmi unda? Hozir meni u tirikligimni bilib qolsa, g'ajilib tashlaydi-ku. Shunday kelib hidlab o'tiribdi, to'g'rimi? Tavakkul bor-da o'shanda, qarang o'rdakda. Ya'ni shu biladi, uni Alloh shunaqa qilsa, shu qutqarishligiga ishonyapti. O'sha siyosatini bilyapti, it tabiatini. Allohga tavakkal qilyapti. Ana shuning uchun sizlar mana agar Allohga haqiqiy tavakkal qilsanglar, qushga rizq bergandek rizq berardi deganlar-ku Rasululloh. Qush qanaqa Allohga tavakkal qilishligidan ibrat olishga chaqirganlar. Mana bu yerda ham shuni aytayapman-da, dushmandan qochishda ham qanaqangi bir tavakkul bor o'sha o'rdakda mana. Qarang hozir, qarasangiz mana shunda inna fi hada la mu'tabaran. Albatta mana shu narsada ibrat bor. Yoki bir arslonni ko'rsatishyapti. Yonida ayoli bor. Bir basseyn atrofida aylanib yotuvdi. Og'zi ochilib, u nariyoqdagi bir ayol sherga qaradi.
Ishlab bitib arslon kap-katta sher o'zini eplolmay basseynga tushib ketdi. Mana shunda ham aytasizda inna fi hada la mu'tabaron. Albatta mana bu narsada ibrat bor. Xotinga qaragan arslon bo'lsa ham yiqiladi. Ko'zini tiymagan, nafsini tiymagan erkak olim bo'lsa ham, mujohid bo'lsa ham, arslon bo'lsa ham yiqiladi u. Inna fi hada la mu'tabaron. Albatta mana bu narsada ibrat bor.